بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. İnşallah bugünden başlap Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'ni siyratlarini o'qib o'rganishni boshlaymiz. Mana shu darsimizni boshidan Alloh subhanahu va taolodan avvalo mana shu ishda ixlosni berishligini, ixlosni ato qilishligini so'raymiz. Hamda husni qabul qilishini so'raymizki, agar ixlos bo'lmaydigan bo'lsa, amal har qancha katta bo'lmasin, qiyomatda insonni ziyoniga ishlab qoladi. Siz bilan bizga Alloh taolodan sabr tilaymiz, davomiylik tilaymiz hamda Nabiy sollallohu alayhi vasallam hayotini o'qib o'rganib, undan ibrat olib, hayotimizga tatbiq qiladigan bandalardan qilishini so'raymiz. Alloh taoloning bir fazli marhamati bilan o'zidan madad so'ragan holda boshlaymiz. Bismillahirrohmanirrohim. Alloh subhanahu va taolo Odam alayhisalomni yerga tushirgan kunidan boshlab uni o'zini holicha tashlab qo'ygan yo'q. Dunyoda saodatli hayot kechirishligi hamda o'zini asl vatani bo'lgan jannatga qaytib borishligi uchun qanday ko'rsatma, qanday qo'llanma, yo'llanma kerak bo'ladigan bo'lsa, o'zini huzuridan bundurularni tushirib turdi. Va mana shu payg'ambarlarning silsilasining oxirgisi bo'lgan Muhammad Mustafa sollallohu alayhi vasallamga 23 yil mobaynida mukammal shariat Qur'onni nozil qildi. Hajjatul Vadoda turarkan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam oxirgi oyatlardan shu nozil bo'ldiki, al-yawma akmaltu lakum dinakum. Bugun diningizni mukammal qildim. Ne'matimni to'liq qildim va islom sizlarga din bo'lishligiga rozi bo'ldim. Mana shu kundan boshlab shariat islomiyamiz mukammal bo'ldi. Qur'onda yoki payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning hadislarida qanday buyruqlar, ko'rsatmalar bo'lsa, yoki qanday qaytaruvlar bo'lsa, bularni musulmon kishi bajarishligi shart bo'ladi. Endi savol, shu ko'rsatmalarni bajarishlikdan maqsad nima? Jannat deymiz, qiyomatda sharmanda bo'lmaslik deymiz. Maqsadlarning maqsadi, g'oyalarning g'oyasi Alloh taoloning diydorini ko'rishlik. Niyatimizni boshdan to'g'ri qilib olaylikki, maqsadi jannatga kirish emas. Alloh taoloning diydorini ko'rgandan keyin jannatilar u jannatdagi ne'matlarni hammasini unutishadi. U ham maxluq jannatdan. Salamun qawlan min robbir rohim. Jannatilar shunday bir jannatdagi ne'matlarga ko'milib